Assalomu alaykum aziz do'stlar, biz hozir Kazandamiz, gastrol safaridamiz. Shu fursatdan foydalanib musofir do'stlarimizga ilinayapmiz. Chegara xizmatini nima batafsil ma'lumotni hozir bezatgan. Assalomu alaykum aka opa singillar. Biz Kazan shahridamiz Alshir akam bilan kimga Samaraga, Granitsaga Kazandan borib qaytishga, kelishga mashinalar, mana shunaqa ot mashina, komfort orqasi bemalol yotib olib ketsalaring bo'ladi hamda O'zbekistonga qiynalyapti ko'plar, biletlar ko'tarilib ketgan. Haqiqatan ham avtobus xizmatimiz bor. Kimga ishonchli avtobus va mashinalar kerak bo'lsa Granitsaga O'zbekiston nomerini aytib ketaman. 91lik 3-1 81 86 ga telefon qilib O'zbekistondan kelishga olishlaring mumkin. Moskva, Rossiyaning любой chekkasidan ketish bo'yicha 8968 960 0101 raqamiga telefon qilib avtobus xizmatimiz bor.